Hammaga salom. Dobromed kasalxonasi minimal invaziv anorektal diagnostika va davolash markazi. Anorektal tizim kasallariga ichki gemoroy, tashqi gemoroy, aralash gemoroy, anal yoriqlar, anal oqmalar, perinal anal stenoz kiradi. Ular aholi orasida keng tarqalgan va tez uchraydigan kasallik bo'lib, ko'pincha qon ketish, kamqonlik, og'riq, shish, ich qotishi, diareya va boshqa ko'plab noqulayliklarni keltirib chiqaradi. Ular jismoniy sog'liqqa jiddiy xavf tug'diradi va hatto polip va o'smalarni keltirib chiqarishi mumkin. Biz to'liq davolashni ta'minlash uchun yuqori texnologiyali anorektal davolash uskunalari va invaziv davolashdan foydalanamiz. Jarrohlik yoki kasalxonaga yotqizish talab qilinmaydi. Qon ketish va og'riqsiz davolanishdan keyin uyingizga ketishingiz va normal holatda ishlashingiz va yurish, tepa-pastki zinalardan tushib chiqish mumkin. Professional jarrohlar 20 mingdan ortiq bemorlarni klinik tajribasiga ega va mukammal natijalar bilan kasallikni butunlay davolay oladilar. Sizni Dobromed klinikamizda kutib qolamiz.